Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz va aynan bu kitobni qaysi jihati sizga yoqdi degan savol. Avvalambor hozir juda ko'p kitoblarni o'qiyapman. Ayniqsa ilmiy kitoblarda, chunki ishimiz shunga bog'liq. Albatta ilmiy kitoblarni darslik, qo'llanmalar ayniqsa ko'p o'qiyapman. Bu tabiiy. Lekin shunga qaramasdan qo'shimcha albatta badiiy adabiyotlarni ham o'qib boraman. Endi hozirgi kunda bevosita savolga qaytib, bugun qanday kitobni o'qiyapsiz degan savol bo'lsa, bugun ham 2-3 ta kitoblarni boshlab qo'yganman. Lekin bu yerda savolda bitta kitob haqida ketyapti. Men aytgan bo'lardim. Saodat asri qissasi kitobini hozir qo'limda turibdi. Shu kitobni o'qiyapman. Anchadan beri boshlab qo'ydim. Sababi uzoq ketyapti. Nega deganda bu turk yozuvchisi Ahmad Qozonchining kitobi. Kitob Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlangan. Bu o'zi asli kitob ilgari ham chiqqan. O'zi qayta nashr qilinibdi. 4 ta kitob, 4 jildi kitobni bitta qilib chiqaribdi. Juda ham bir o'qimishli, keng jamoatchilikka ma'qul bo'ladigan darajada qayta ishlangan. O'sha kitobni hozir o'qiyapman. Nihoyaga yetishga anchagina bor. Endi bu kitobni o'qishdan maqsad nima? Ko'p kitoblar o'qiganmiz, bu kitobda nihoyatda ko'p hayotingizda kerak bo'ladigan inson uchun zarur xislatlar, fazilatlar mana shu kitobda o'zini aksini topgan. Chunki men nazarimda siz ham bunga qo'shilsangiz kerak. Chunki bu yerda ko'pchilik keng xalq ommasi payg'ambarimiz haqida yaxshi ma'lumotga ega emas. Buni obyektiv, subyektiv sabablari bor. Ilgarilari bularni mutlaq o'rganish so'rovlarda mumkin bo'lmagan. Bugun istiqlol tufayli bunga sharoit yaratildi. Mana hozir bu narsalarni o'rganyapmiz. Mana kuni kecha Samarqandda bo'lgan juda katta yig'ilishda Yevrosovet mamlakatlari va Markaziy Osiyoda eng yaqingisi men bemalol aytaman, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasi bo'ldi yaqinda. Xabaringiz bor, o'sha sessiyada prezidentimiz o'zbek tilida so'zladi. Va o'sha yerda g'urur, iftixor bilan gapirdiki, biz dunyoni bitta savobli ish qilmoqchimiz. Islom dinining asl mohiyatini tushuntirmoqchimiz. Uning tarbiyaviy ahamiyatlarini, uni boy ilmiy merosni o'rganmoqchimiz dedi. Buning uchun o'rganish nima qilish? Kitob o'qish kerak-da. Biz qisqa televideniyadan ko'rsak, qisqa ijtimoiy tarmoqlardan olsak, bu bilan bu yetarli o'rgana olmaymiz. Shuning uchun maqsadimiz dedi prezidentimiz mana shu islomning mohiyatini, islomda tarbiyaviy ahamiyatini, uni yaxshi fazilatlarini payg'ambarimiz misolida ham islom ilmiy asoslari durdona hisobda dunyoga tanitmoqchimiz. Uning asl mohiyati bag'rikenglik, millataro do'stlik va yaxshilik, ezgulik haqida. Mana shu ezguliklar hammasini biz dunyoga yoyamiz va bunga sizlarni taklif qilamiz. Dunyo hamjamiyatini deb bemalol aytdi. Endi buni qanday misol tahlil qilyapti desangiz, xabaringiz bo'lsa kerak. Mana hozir Toshkentda islom sivilizatsiya markazi qurilyapti. Bu nihoyasiga yetib qoldi. Shu markaz bitgandan keyin dunyo hamjamiyatini keng jalb qilmoqchi prezidentimiz. Maqsad kelib o'rgansin, bu nima o'zi bu? Uning yoshlarning tarbiyasida, fuqarolarning ayniqsa yoshlar tarbiyasida nima ahamiyati bor degan savollar bor. Mana shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, mana shu tashabbus Birlashgan Millatlar Tashkilotining tribunasidan turib, qo'rqmasdan dadil shunga taklif qilishi, demak, bu borada qilayotgan talagan ishlarimiz bor va bunga amaliy misollar ham ketyapti. Shu nuqtai nazardan o'ylab qarasangiz, haqiqatda men o'qiyotgan hozirgi kitob ham shunga bag'ishlanganda. Men ozmi ko'pmi bu haqda o'qiganmiz. Men ham o'qiganman, barcha o'qigan. Lekin bu kitobda juda ham batafsil yoritgan. Men o'ylaymanki, bu oxir emas. Sababi hali ko'p o'rganmagan asarlarimiz bor. Bu tabiiy. Mana shu yerda yana bitta o'zimga bir savol qo'shmoqchi edim. Nimaga biz juda ko'p to'liq ma'lumotga ega bo'lmaymiz degan savolni ko'p beraman-da, o'zimga o'zim javob topaman. Bu o'qiganlarim, bilganlarim, eshitganlarimdan xulosa. Albatta, bizni aybimiz shu manbashunoslik bilan ishlaymiz. Haqiqiy narsa manbada bo'ladi.
Biz hozir yozayotgan, eshitayotgan narsalarimiz ikkinchi, uchinchi bosqichdagi materiallarda. Masalan, arab dunyosinimi yoki g'arb dunyosinimi kitoblarini mana juda ko'p chet el adabiyotini studentlikda o'qiganman, keyin ozroq qoldi. Ochiq aytish kerak. Ana shu adabiyotlarni ham biz nemis tilida, fransuz tilida, ingliz tilida o'qimaymizda, arab tilida o'qimaymizda, u tarjima qilinganini ikkinchi, uchinchi bosqichdagisini o'qiymiz. Albatta, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinganda, hattoki mana she'rlarda bu yaxshi bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'zining mohiyatini, asl mohiyatini yo'qotmasa ham kamaytirib qo'yadi. Bu aniq. Shu nuqtai nazardan agar birinchi manbadan o'qisak, haqiqatga yaqinroq bo'larmikin deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan mana hozir sharoit yaratib berdi. Ana shu men aytgan sivilizatsiya markazi u yerda asl nusxalardan mutaxassislarimiz o'rganadi. Dunyoning mutaxassislari keladi, ekspertlari keladi. O'zimizda juda katta bir imkoniyatlar bor, yoshlar o'qiyapti. Ana shular o'sha yerda birinchi manbalardan, arab tilidan, fors tilidan o'rganib, keyin bizni bugungi o'zbek tilimizga o'girib beradida va ana shunda o'ylaymanki yaxshiroq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mana shu hozir savolingizga mos kelib qoldi. Saodat asli qissasi ham menga juda ma'qul. Juda endi uni fazilati, xislatlari ko'p. Meni oladigan katta avlod vakili sifatida baribir hayotiy tajriba sifatida fazilatlarni hayotdan oldik, olyapmiz. Bu olib hammasini nihoyasiga yetib bo'lmaydi. Lekin yana qayta o'qiyotganimiz, yana varaqlayotganligimiz shu payg'ambarimizning fazilatlarini odamlarga yetkazish. Mana shu yerda yodimga tushdi, ma'qul bo'lsa kerak. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga internetda chiqqan bu savol berish. Komil insonga bir ta'rif bersangiz, kimni komil inson deb hisoblaysiz degan savol bor. Bu meni yozuvim bor. Esa javob beryapti. Musulmonlarning nazdida komil inson bu Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga fazilatlarga ega bo'lish deb tushunadilar degan gapni aytdi. Bu nima degani? Demak, yaxshilik, ezgulik, ilm fan, dunyoviy fan, hamma fanlarni o'rganish kerak. Agar ilmli, axloqli odam jamiyatga ham foyda keltiradi, oilasiga ham foyda keltiradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, faqat foyda bo'ladi deb yana harakat qilyapmiz, o'qiyapmiz, topyapmiz. Zora yana biz bilmagan qirralari, ishonchim komil bor. Shu ishonch fazilatlarni o'rgansayda va yoshlarga bersin. Yana bir jihat borki, e'tibor bering. Inson o'qiydi, o'rganadi, biladi. Falsafada shunday gap bor, bu bilish. Ya'ni dunyoni anglashimiz kerak, bilishimiz kerak. Uni anglash uchun biz nima qilamiz kerak? Bilim olishimiz kerak. Bilim olamiz, tarbiya olamiz. Bu usuy bog'liq narsaligi fanda isbotlangan. Ana shuni o'qiyapmiz, o'rganyapmiz, olyapmiz va eng yana uchinchi savobli tomoni bor ekan. Uni berib ketish kerak ekan. Hamma narsani o'qisiz, bilsiz, juda katta boy tajribaga, ilmiy, amaliy salohiyatga ega bo'lsangiz, uni indamasdan dunyo shunaqa bo'lar ekan deb ketaversangiz ham bu ham bir yaxshilik emas ekan. Bu olgan bilimingizni, tajribangizni farzandlaringizga birinchi navbatda, keyin yoshlarga imkoniyat darajada keng berish kerak. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, mana biz mehnat faxriy sifatida hozir oliygohda ishlarimiz menga rosa qo'l kelyapti deb o'ylayman. Biz shu bilganlarimizni bilganimizcha yoshlarga beryapmiz, tarbiyalayapmiz, misol qilib. Mana bugun juda xursand bo'ldim. Yoshlar emas, talabalarga mana kecha kirdim, juda katta. Bugun katta yoshdagi o'qituvchilarni malakasini oshirish kursiga kirdim. Ular katta yoshlar. Bizdan kichik, o'rta yetuk yoshdagi 40-50 atrofidagilar hammasi juda ko'p narsani hali o'qish kerakligiga ishontira oldik va ularga bilgan bilimimizni berdik. Shu savob bo'lar, zora. Bizdan rozi bo'lishsin. Boya aytganimdek, manbashunoslikni mana bu markazni qurishini yutuq deb bilaman-da. Mana shu manbashunoslik bilan tarixi haqiqiy qilamiz. Shu nuqtai nazardan turli xil
sabablar tufayli har xil yondashib qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan mana yaqindagina qo'limga Amir Temurning kitobi, Amir Temur to'g'risida kitob chiqib qoldi. Bu o'zimizni emas, ingliz yozuvchisi Marsel Brion. Bu albatta o'zbek tiliga o'girilgan. Shu kitobni varaqlab chiqdimda Amir Temur haqida yana qo'shimcha qirralari anglatib yetdim-da. Qarang, demak, yondashish boshqacha. Ilgari qandaydir bir siyosiy maqsadlarda yondashilgan bo'lsa, bu asarda harakat qilingan, biz bilmagan qirralarni yozishgan. Shu nuqtai nazardan menga qiziq bo'ldi. Axir biz bilimni hamma tomondan o'rganishimiz kerak. Bu tomonni ham, bu tomonni ham o'rganib, o'shunda xulosa qilish kerak. Agar biz tarixni to'g'ri yozadigan bo'lsak, ta'ziqlarsiz, buyurtmalarsiz yozadigan bo'lsak, aynan to'g'ri chiqadi. Bir misol aytishim mumkin. Biz o'tmishimizga baho beramiz, bu to'g'ri narsa. Lekin baho berishda meni nazarimda hech qanday qoralash, oqlash nuqtai nazaridan emas. Meni nazarimda o'sha asarni yozilgan davrga qarash kerak. Demak, har bir asar u yozuvchi tomonidan o'sha davr, o'sha makon uchun yoziladi-da. To'g'rimi? Masalan, o'tgan kunlarni oling. O'sha davr, o'sha zamon uchun ma'qul bo'lgan. Lekin shu bilan birga kuchli asarlar borki, u shundan oziq olasiz, kelajakka ham sizga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan bir narsani bilish kerak, baho berishda mening fikrim bu. O'sha zamonda, o'sha davrda shu to'g'ri bo'lganmi? Hozir balki zamon o'zgarib ketdi, globallashuv sharoitida tezlashib ketdi, odamlarning fikri ham tezlashib ketgan, xulosalarni ham tez qilamiz. Bu ham to'g'ri, ijobiy tomonlari bor albatta, chunki kuni kecha bizga ozgina bir ilm hajmi kerak bo'lsa, hozir dunyoni hajmi kerak bo'ladi. Vaholanki o'sish, taraqqiyot ketyapti. Shu nuqtai nazardan ham baho berishda o'sha zamon makonni ham men o'zim hisobga olish kerak deb o'ylayman. O'sha davrda kerak bo'lganda-da. Endi bugun boshqa vazifa turibdi. O'sha boshqa vazifaga qarab turib, yozilayotgan narsalarda ham yondashuv boshqacha, xulosalar boshqacha. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Sababi dunyoqarashimiz kengaygan. Bolalarda aqliy rivojlanish tezlashyapti. Axborot oqimi ko'payib ketyapti. Muhimi endi shu paytda axborot oqimiga chanqoqlik bor va uni ko'payib ketganligi bor. Ko'payib ketgan narsani to'g'ri anglab olishimiz ham o'ta muhim hisoblanadi. Mana shu yerda adashishlar bo'lishi mumkin yoshlar tomonidan. Mana shu joylarda kattalar bunga yo'l ko'rsatishimiz, to'g'ri maslahatlar berishimiz kerak, albatta deb o'ylayman. Va shu bilan birga ana shu asarlardagi narsalar to'g'ri anglab, to'g'ri hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Bu ijobiy tendensiya deb hisoblayman. Va bu ishlar ketyapti. Mana shu nuqtai nazardan oliygohda ishlayotganimizdan juda ham xursandman. Bilganimizni aytyapmiz, bilmaganimizni yana izlanyapmiz, o'rganyapmiz, yoshlarga beryapmiz.